Hammaga salom bolalar. Yana sizlar bilan Shahram Minecraft. Bolalar, bugungi videomizda biz Minecraft uchun top 5 ta modlarni sinab ko'ramiz. Qani bolalar, bo'lmasam modlarimizni birma-bir ko'rib chiqamiz. Jitel ahmoq. To'xta dedim. Here I come. Oh, here I come. Oh. Qo'mang meni iltimos. Hey, soliq mavsumi boshlandi. Men sen tanimayman, hech qanaqa soliq ham bermayman. Oh my god! Wow! Nima deding? Hozir qarab tur. A few moments later. Endi-chi to'laysanmi? Bu ishlamaydi. Ko'p kishida bu ishlamagan-ku. Mana. Ha bolalar, sezganinglardek bizani birinchi modimizda qurol modi. Albatta bu ko'p kishida ishlamagan, ya'ni eksperiment yo boshqa narsa. Bizda unaqa emas. Shunda qurol modini o'rnatasizlar, birdaniga mana bunaqa chiroyli qurollarni o'ynab ko'rasizlar. Mana granat o'tlar va boshqa. Bundan tashqari bundan ham ko'p qurollar ham bor. Buni o'zingizlar kirib o'ynab bemalol mazza qilishingiz mumkin. Bu albatta video olishda ham. A few moments later. Ayniqsa menga o'xshab soliq mavsumi yig'olmaydigan bolalarga zo'r. Qaranglar, raketam. Mana raketam bor. Keyingi modga bo'lmasam olg'a bolalar. Mana bitta narsani bilaman, albatta hozir biz o'sha teleporterni ochamiz. Olganimizdan so'ng qo'yamiz. Mana ko'rdinglarmi? Faqat bir xillari. A few moments later. Asosan yonma-yon turadi, ko'rdinglarmi? A few moments later. Ana o'qilasizlar, ehtiyot bo'lib. A few moments later. Yo'qotamiz. Ikkinchisini qo'ymadik. Bu yoqqa yana bitta bo'ldi. Mana. Rangiga qarab qanchalik uzoq. Bo'lmasam biz bolalar keyingi, ya'ni 3-modimizga o'tamiz. Oh my god! Wow! Bolalar, bizda keyingi mod. Hozir mana. Oh my god! Wow! Bizda keyingi mod sumka modi. Albatta buni ko'p kishi qidirgan, ishlaydigan. Ayniqsa mana unda qilib yerga qo'yish. Ya'ni bu yerga qo'yilmaydi. O'zingizlar bilan olib yurasizlar mana. Ko'rdinglarmi? Kirib o'zingizlar o'ynab ko'ringlar, mazza qilasizlar. Hattoki bu survival, hardcore yo boshqa narsalarda ham sizlarga yordam beradi. Bu albatta buni yasash ham, ya'ni qanaqa masalan sigir. A few moments later. Har xil bolalar, o'zingizlar kirib o'ynab ko'rmasanglar bu qarab iltimos sumka modini ham mana o'qib bering deb. Buni men Telegram kanalimni silkasini kommentariyada va kanalimni bossanglar, o'sha yerda kanal turibdi, o'sha yerda bosib olasizlar. Kommentariyadan ham kanalimni qoldiraman silkasini. Undek mana ular dahshat. A few moments later. Xullas, biza bo'lmasam 3-mod tugadi, 4-modimizga qani go bolalar. Bizda keyingi mod nima ekanligiga ko'p kishi qiziqyapti. Ya'ni Secret Door modi nomli mod va bunda 3x3 kirka. Evet, mana 3x3 qaziydi, farqi yo'q. Qumni ham, boshqasini ham 3x3 qaziyveradi. Albatta, teparoqqa chiqib, birinchi bo'lib kamerasini yaxshiroq joyga joylashtiramiz. Mana
Bu yerda ko'p bloklilar bor. Tenta drift mana. Voy, submit qilamiz. Mana. Men kitobxonani o'zi tanlab qo'ydim. Endi esa kompyuterni qo'yamiz. Evet. Mana. Bizda mana shunaqa. A few moments later. Keyin mana u tomonlarga ham o'rnatib o'rsak, ya'ni boshqa joylarga ham o'rnatamiz. Eveldik. Молодец. Zo'r qildim, uzr. Stone, ya'ni bilasizlar o'zi mana. Shunday bo'lgandan keyin yana kompyuterimizga qaytamiz. Mana, bizda keyin uchish tugmasini bir marta bossanglar, ikkinchi kameraga o'tadi. Keyin A few moments later. Da. Bu hammasi bitta joyda bo'lishi mumkin emas. Chunki bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas, shuning uchun hammasi lekin bitta joyda mana. Xohlagan bir tushunadigan bloklarni olasizlar. Masalan, Stone ko'p ishlatiladigan, ya'ni g'or yo boshqa joylarda urib qo'ysangiz dahshat foydali. Do'stlar kelib qizlarni qidirib yuradi. Keyin esa sizlar shundoq qilib eshikni ochib chiqib ketaveradi. Bolalar, bilaman sizlarga bu modlar albatta yoqadi va men bolalar shu modda ozgincha video olinmagan, shu uchun bolalar bundan ham zo'r modlar, ya'ni boshqa narsalar ham bor. O'zingizlar kirib bemalol Telegram kanalidan yuklab olib o'ynaysizlar. Bolalar bo'lmasam qani keyingi modga go! Bolalar, bizda keyingi mod Bugatti modi. Albatta bu barcha rangi emas, bundan Oh my god! Wow! tashqari hamma ranglarida mana unaqa narsa ham bor. Ikki kishi o'tirsa bo'ladi. Minecraftga 2 kishi bo'lib kirib, video olishi ham zo'r. O'ynash uchun ham zo'r mod qaranglar buni. What the fuck? Bu bol. A few moments later. Men mana uni haydab ko'rmoqchi edim.